أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: العمرة سنة. Ömürden hükmü sünnettir. Biz bunu ecrin hükmünü bayan kılgan çağda bayan kılıp ötken. Ötkenki derslerde ifrad, yani yalğız hecgi ihram bağlap kelgen kişinin ihram bağlığından tatip takiye tavafını dağınıklıp juta olmadan kadar bütün faaliyetlerini bayan kılgan. Hazır ma fasilde ömürünün ahkamlarını bayan kılmakçı. Ömürünün hükmü sünnet. Yani Hanefi mezhepte, racih qarashda, Hanefi mezhepki vekillik qildigan qarashda sunna muakkada. Umra odatda bilan birga bo'lishi mumkin. Birga bo'lib qolsa, tutishib kelsa bir ihrom bilan qiron bo'ladi. Ikki ihrom bilan bir safarda bo'lib qolsa, tamattu bo'ladi. Yoki yolg'iz yil bo'yi umrni ayrim qilg'im bo'ldi. Alloh taolo va atimmul hajja val umrata lillah degan. Ana mush buyruq va atimmul hajja val umrata lillah. Mush buyruq vojiblikni bildiramdi yoki mustahablikmi? Yana umri yolg'iz holatda bo'lib qolsa, yangidan boshlab umr qilishni hukmimi? Mayatda balki umrga kirib bo'lgandan keyin, tutish qilgandan keyin oxir qadar tamomlab chiqishing vojib degandek mazmun bo'lishi mumkin. Endi biz o'tganki darsda ejning hukmini bayon qilgan chaqda ejning hukmi bu islomning 5 ruknining birisi, farz, buni ijmo degan. İmkanı yer bergen kişiye racih qarashda vacib al-fawr dedi. Hanefi mezhepte vacib al-tarahi degan qarash bo'lsa-mu, vacib al-fawr dedi. Lekin umrning hukmi sunna muakkadami yoki vojibmi? Yoki vacib al-kifayami? Bunda ixtilof bor. Hanefi mezhepning mezhep qarshida kitobda bayon qilgandek sunna muakkada, vojib emas. Hanefi mezhepdagi ba'zi qarashlarda vojib. Yani bazı qarashda mustahab. Şafii mezhepte kuchli qarashda, yana Hanbali, Zahiri ve İshaq ibn Rahoyning mezheplerinde umr vojib. Umrda bir qatam xuddi hajga o'xshashlar. Haj farz, umrda bir qatam dedik-ku, umrmi shunda. Hanefi mezhepning ixtiyor masalan hozir shu zuqotda ixtiyorda ixtiyormi shu mu'tamad mutun hisoblangan 4 mutunninki birisining sharhi. Va uningdan boshqa kitoblarda, ko'p kitoblarda sunna muakkada deganni tanlab shuni hisob qilgan. Jawharatun Nayira Qudurining sharhi, Bada'i Sanaa Tuhfatul Fuqahaning sharhi. Bulida vojib degan qarashni saydib shuni tutmangan. Lekin sunna muakkada degan mush qarash hisob imomlarimizning mush kelgan deganga dalil sifatida Hanefi mazhabining ko'pchiligi Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatullohi alayh Zohir rivoyat kitoblaridan birisida aniq va umratu tatawwu deb nas holatda sunnatlikni ko'rsatgan deydi. Lekin Hanefi mazhabining mazhabga vakillik qilingan qarashi umra hukmi sunna muakkada. Nega vojib mustahab degan qarashim bor? Şafii mezhebinki kuchli qarshida vojib, Hanbaliynikining shunda. Şafii mezhebining lekin ba'zi ulamolarning qarshida vojib al-kifaya degan bir qarashim bor. Vojib al-kifaya desak, agar haramni tavof qilib turadigan odamlar shunda uzilib qolsa, 1 soat masalan, butun ummat gunohga oldi degan. Chunki shu baytni davomli ovat, ashin gullangan, atrofida shunda tavof turayotgan, ulug'layotgan hojilar bo'lib turishi kerak. Agar bunda bo'lmay to'xtab qolsam, butun ummat gunohga oldi degan qarash bor. Endi vojib deganlar umrda bir qatam deb shuni qayd qildi. Ömür degan nimadan iborat, ta'rifi nima desak, ömür degan ba'zining qarshida shu umrda bir qatam bosim bo'lgan bo'lg'achqa umrga bog'lanib umr deb atalgan edi. Yoki amir degandan keldi desak,
Şu beytni şu atoatdan berib ashunda gullantirib davomli avat qilib turish kerak bo'lg'achqa shunda degan. Asli bu umr degan so'z ziyara va qasd degan ma'nosi bor shu umrniki. Dalga aş joyini ziyorat qilib atoatdan berib gullantiradigan ishdan iborat degan mazmun bor. Lekin shar'iy istilohiy ma'nosi ziyaratul beyti ala vajhin maxsus. Aş Kabe'ni alayda bir şekilde ziyaret qilish. Maxsus degandan ham tafsilotlarga kiritish mumkin. Yani sünnet deganning dalillari kelsak, masalan, ash oyat "Valillahi alan-nas hajjul bayt" Meshada hajni tilg'aldi, umr tilg'anmadi. Agar umri mashunda farz bo'lgan bo'lsa, haj bilan birga tilg'aladi deyish mumkin. Yana bunyal islam ala khams hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila dedi. Umrning gapi yo'q. Yana bir Arabi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan iymon va shariatlar to'g'riliq so'ragan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va anta hujjal bayta da hajni tilg'aldi va Arabi undan boshqa farz bormi deb so'rasa la illa an tatawwa dedi. Ayrıda aflahan sadaq muttafaqun alayhi. Yani bu şu hajning farzligini bayon qilgan o'rinlarda umra tilga ilinmagan degan bir dalil bor. Bunun başka delillerini kitapta bayan kıldı. Qala ve yenbaghi an ya'tiya biha aqib al-faragh min af'al al-hajj. Yenbaghi dedi şuna ama yenbaghi degan söz nimani bildirdi? Yenbaghi desa ilgirki imamlarımızın istilahida ya'ummul vaciba vel mandub. Ve la yenbaghi desa ya'ummul harama vel makruh. Mesela Muvatta'nın dersini şunda bayan qilib o'tdik-ku. Keyingining islohida bu ko'pincha fil g'olib mandubni ko'rsatadi, yanbaghi desa. Lekin ba'zida vojibni ko'rsatib qoladi. La yanbaghi degan so'zni shunga o'xshash. Xilafil avla yoki tanzihi makruh, yani ba'zida haromlikni ko'rsatadi. Bu Hanifi mazhabining atalg'isi. Boshqa mazhabda shundaroq mazmunda ishlatadi. Yani iniq masalan buni haram ya iniq makruh deyishning o'rniga yanbaghi la yanbaghi deb qo'yishdi. Wa yanbaghi an yatiya biha aqib al-faragh min af'al hajj. Hajj ifrad qilgan kishi haj faoliyatini tamomlagandan keyin orqadan umra qilishi lozim. Yani yanbaghi umra qiladi deymiz. Yani bu umra qilishi sunnatmi, vojibmi? Bundaroq so'zimizni ishlatamiz. Sünnetmi degil oldigan, vacibmi degil oldigan, ikkisini o'ttirdaq degil oldigan va yanbaghi degan. Mesela vacib degan qarash bo'lg'achqa ishlatgan bo'lishi mumkin. Yoki vacib degan qarashmi bor, biz sunna muakkada deymiz. Undan keyin o'sha ikkisini o'ttirdaq bir gapni qilay degan bo'lishi mumkin. Miyadanda hajj ifrod biz yuqorida butun ahkamlarni hajj mufridning hukmida bayon qildik-ku. Yalnız hajni qilish uchun kelgan kishi mush ishni qildi deb hajning farqini bir bo'ldi. Endi hozir umriga tushgandan keyin shu hajji ifrodga kelgan kishi hajji ifrodni tugatgandan keyin oxirdan umra qilish lozim dedi. Nima uchun? Chunki hadisda mush kitobda bayon qildi mana. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam tabi'u baynal hajj wal umra fa innahu yazidu fil umri wal rizqi وينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. Bu ma'nisidan rivoyat qilgan lekin lafzi Tirmizi va Nasa'iy rivoyat qilgan Shayx Albani sayyidigadis tabi'u baynal hajj wal umrah. Haj va umrni qilib turinglar. Fa inna mutaba'ata baynihima tanfi adh-dhunuba wal faqra kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal-dhahab wal-fidda wa laysa lil-hajjati al-mabruri thawabun illa al-jannah. Haj va umrni arqadan qilib turinglar. Chunki bu ikkisini arqadan qilib turish gunohlarni va namratlikni yo'qtidi. Xuddi kumushning kuyki oltin kumush va tumirninki datlarini, bekerak narsalarni tozalab chiqarib o'tgandek va ixlos bilan gunohdan pak qilingan saf hajninki jannatdan boshqa savobi yo'q degan bu sayyidis. Yani şurada ifrad hajdan keyin oxirida umra qilish lozim degani mush hadisdan chiqqan.
Müşə tabi'u degan bir buyruq var o. Haj qilib boldum, onun axırlab umra. Yəni onun axırdan fürsət olsa yəni biz umra. Yəni fürsət olsa biz haj. Bunda qıtır degan məna. Şuna mədə axırlab şunu qılıdı dedi. Yəni müş tabi'u beynel hacc vel umra degan muşu lafzi müş hadisdən. Bunda qarasaq zahirdən hajdan axırdan ömrni qil degan mo chiqib qoldi. 80%. Shuna mazmun chiqdi. Yoki hajni tugatib bo'larsan, shundan qaytib, keyin bir ashka o'tmay qachdi yana umr kel. Ya shu yilda yana umr qilib, yana kelar yili bir haj kel degandek bunda mutabaatni ko'rsatdi. Nima uchun desa, sen mush baytga ashunda ko'ngil bo'lishing lozim. Mush haj umrga ashunda ko'ngil bo'lishing lozim. Chunki bu sening iymoningni yangilaydigan, ashunda umrlik uzuqirdigan narsa demakchi. Ana va jumhur yoki ba'zi hanbali ulamolar haj ifrod qilgan degan qachda yana umr qilsang bo'lmaydi deydi. La yushra deydi. So'dalsan ulamolar la yushra. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qachqib mana umr qilib menda qilmagan deydi. Lekin biz deymiz, o'sha Rasululloh unda qilmagan bo'lsa-mu, lekin tabi'u baynal haj wal umra degan. Masalan, al-umratu lil-umrah degandek, mushu lafzlar oxirdan umr qilsang bo'ldi, bu savobli ish deganni ko'rsatdi deymiz. Ana Saudiya Arabiston ulamolari bu oxirdan qilsa bo'lmaydi deydi. Lekin bu kishi burun umri qilmagan bo'lsa, burun faqat umri qilib qo'ymay, shu qatim hajga kelgan bo'lsa, yolg'iz hajni qildi. Vatan ketishdan burun umri qilinishi vojib deydi. Nima uchun? Chunki bu umrni vojib degan. Yani bu qaytib ketsa, qaytda haj kilalamdi, kilanmamdi umrining oxiri. Bu bir masala bo'lgan ekan, shunga Ka'ba oldida bo'lgan ekan, qach chiqiblar, hilga chiqib, eram bog'lab chirib umr qilib tutmadi. Lekin burun umr qilib bo'lgan bo'lsa, umr qilmaydi. Bu sunnatga xilof, g'ayri mashru deydi. وقال صلى الله عليه وسلم الحج جهاد والعمرة تطوع وأنه نص في الباب. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday degan. Haj jihoddir. Umr bo'lsa naflidir. Al-hajj jihadun degandan val umra tatawwuda muqobil bo'lgan ekan, al-hajj jihadun degan fardun kal jihad degan mazmun chiqadi. Val umratu tatawwuun, umra bo'lsa nafla. İxtiyor qilsang bo'ldi, bu qilmasang bo'ldi degandek. Lekin bu hadis ojiz. Bu kitobning asli da'if jiddan debdi. İmam Nevevi Mecmu degan kitobida qad ittafaqal huffaz ala annahu hadithun da'if. Bundan ki bundan keyinki ve ennehu nassun fil bab degan so'zi u aciz chiqdi. Bu aciz hadis ma'qul lafzi nasken sunna yoki shunda farz emas deganni aniq bildirdi-ku. Lekin hadis sahih emas. Ma kana sarihan fa huwa ghayru sahih. Ularki nas degan gapim bu tiramaydi. Çünkü hadis tigidin aciz. Lekin yani bu mazhabning dalillari bayatın degandek hajni farz deb bekitgan oyatlarda umrni tilga olib boqmagan. Undan keyin buni hukmi farqli ekanligini bildirdi deydi. Miyadida val ayatu mahmulatun ala wujubil itmam. Vacib deganlar dalil qilib keltirgan oyat ömrünü başlagandan keyin oxiriga chiqarib o'tishing lozim deganni ko'rsatdi. Tamomlayotsan bo'ldi. Oxir qadar tugatib qilib degan ma'no bildirdi. Lekin boshlashning o'zini vojib degan gap emas. Undan keyin vojib degan ulamolar, Hanifi mazhabidagi bo'lsin yoki jumhur ulamolar bo'lsin, ashu va atimul hajja val umrata lillah degan oyatni dalil qilgan. Mush oyatni demakchi. Bu oyat haj va umrini boshlagan bo'lsang, oyoq chiqarib o'tishing vojib deganni ko'rsatdi. Umrni boshlanib bo'lgandan keyin oxiriga chiqarib o'tishning vojibligini biz hammaga ittifoq. Undan keyin bu oyat xorij mahallin nizo' deymiz. Va zalika yakunu ba'da shuru'. Bu tamomlash degan, oxir qadar chiqarib o'tish degan boshlab bo'lgandan keyin bo'ladi. Va nahnu naqulu bi wujubil itmam ba'da shuru'. Bizmi boshlab bo'lgandan keyin umrni oxiriga chiqarib o'tish vojib deb qaraymiz. Lekin hozir talash boshlamasda hukmi nima degan. Va la hujja fiha ala al-wujubi ibtida'an. Undan keyin bu oyatda boshlashning vojibligini ko'rsatgan hech qanday dalil yo'q. Yana bir tarafdan mana deyish mumkin.
tamamlaştın, en mükemmel kılışın lazım diye mazmununu düşünsek, sahabe-i kiramlar en mükemmel kılış tamamlaştığını kadar düşüngen, en tuhrima biha min duvayrati ahlik. Hazreti Ali ibn Mas'ud qatarlı sahabe-i kiramlardan ve atimul hacca vel umrata lillah degan aşağının tefsirde itmamul hacca vel umra en tuhrima biha min duvayrati ahlik. Sen ne turotgan bolsan, Mekke'de bolamsa, Hil dairesindemi yoki afaqi bolsanmi, u yerdan qo'zg'algan chaqda ihrom bo'lsang eng mukammal qilgan bo'lasan. Chunki ashunda bog'laganda eng jafoliq, eng tas bo'ldi. Lekin sahabe kiramlardan kelgan tafsirga taqashda olni istidladi. Endi ashu sahabe kiramlar uydan tatib ihrom bog'lashini deb qaraydi va boshqa hamma jumhurlar mustahab deb qaraydi, vojib deb qaramaydi. Lekin bu oyat umrning vojibligiga dalil bo'lmaydi. Yani bazı ulamalar ömrünün vacibliğine Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın hadisine delil kılıp göstergen. Hel alen nisai cihad Resulullah'ın sorduğu ayollarga cihad kılış var mı? Dese kâle na'am. Cihadun la qitala fi. El hacc vel umrah. Bu İmam Ahmed ve İbn Mace rivayet eden sahih hadis. Albani sahih degan. Lekin şu hadisninki Buxariy'deki Hazreti Ayşe'nin kelgan bir rivayetida jihadukunnal hajj deb hajni ayrim degan, umra degan gap yo'q. Lekin bu mamda bir tarafdan dalil bo'lanmay qoldi. Natijada umrning hukmi vojib, sunnat ya mustahab degandek shuni o'ttirda qoladi. Hanafi mazhabning qarshi sunnat muakkada. Qala wa hiya al-ihram wat-tawaf was-sa'i thumma yahliqu aw yuqassiru lit-tahlil. Ömre nimadan ibarat? Bunun erken vacibatları qaysi desa, 4 ishdan ibarat. Birisi al-ihram. Mush 4 ishqa ijmo kelgan bo'ladi. Ömrde mush 4 ishni qilsa, ömre vujud chiqdi degan. Ihram ömrning sharti. Haram ishida bo'lsin, haramning sirtidan keldigan bo'lsin. Haramning sirtidan kelganlar ay miqatni ihrom bog'laydi. Haramning ishidan ömür qilaman deganlar haramning sirtiga chiqib, Hil dairasiga chiqib, ashadu ihrom bog'lab kirdi. Ihrom bog'lagan chog'da ihromni niyat qilib, ya'ni ihrom niyozlash, niyatul ihrom asosan, niyatul ihrom, ihromni kaysin, niyatul ihrom degan. Ihromni niyat qilgan chog'da labbayk Allohumma bi umra yoki labbayka bi umra ayni niyat qildi. Ihromni niyat qilib lekin kiyim kiyib mangan bo'lsa mesela saçdan qo'rqib, aydirimdan chiqmaydi deb qilsa. Ihrom niyati bor. Lekin kiyimni kiymay qoldi degan niyat bor. Lekin buningga fidyatul halq degandek bir narsa keldi. Ya'ni ihromni holatda sen kiyim kiyib olsan, ya chachutsan, 3 ishning birisini qilishing kerakdi. Ya 6 miskinlik temoq qilsa, ya 3 kun ro'za tutsa, yoki bir qo'y qurbonlik qilsa. 3 ishning birisi qildi. Ma yangilan. Lekin ihrom niyat qilmay o'tib ketgan bo'lsa, bu chaqda qaytib berib, shu joydan ihrom niyat qilgan bo'lsa, bir qo'y kelishi, buni ixtiyoriy undan turadigan shu. Farqi shu. Va tavof. Tavof umrning rukni. Tavof umrning rukni. Va sa'yu. Sa'i qilish vojib. Umrda sa'i qilish vojib. Ya'ni sa'i qilmay qolsang bir qo'yib qon keladi. Lekin umra. Tavof qilmasa umr degan narsa yo'q. Chat tushirtish, qisqartish bu shu ihromdan chiqish uchun belgilangan bir vojib. Hukmi vojib. Hakada fa'alahu sallallohu alayhi va sallam fi hajjatul vada. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hajjatul vadada, ya'ni hajjida mushu tariqada qilgan. Rasululloh mushtariqida qilgan. Lekin Rasululloh qiron qilg'achqa shu hajjatul vadada hajlarni bir ihromda juplab qilgan bo'lg'achqa hammani mushtatib bilan qilib, chat chutishni qurbonlik qilib bo'lgandan keyin qilgan. Şu haccatul vadada İbn Umar radıyallahu anh'a rivayet qilgan Buxoriy'dagi hadisda qala lin-nas man kana minkum ahda fa innahu la yahillu min shay'in hurima minhu hatta yaqdi hajjah wa man lam yakun ahda falyatuf bil bayti wa bis safa wal marwati wal yuqassir wal yahlil. Ama nimaga nisbatan mana
Hacı qiron qilmay, ömrünü bir qilib o'tib, undan keyin hajga ihrom bog'laydigan tamattu qilganlar uchun tavof, Safa marva sa'i qilib, undan keyin chachni qisqartirib ihromdan chiqsin dedi. Bu Rasulullohning so'zi bilan qilgan ko'rsatma shu. Undan keyin o'sha hajjatul vidoda shunda ko'rsatma bergan desak, shuni tushundim. O'zi qilgan hol joyla qala ابن عمر فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب 3 أطواف من السبع ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم انصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف صفا مروة سعي قسمه طواف دب أطيده ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه. Bunlarga çatçıtışınlam taşıt qurbanlık bozulaş kadar keçirdigan qag'indan buni qilgan. Digar ömürlam qilgan sahabe kiramlarga 4 ishni shu tartib bilan hajjatul vidoda bayon qilgan. Qala wa hiya jaizatun fi jami' as-sana. Ömre caiz bulduğun vakit yıl boyu dedi. Yıl boyu kıysan buldu. لِأَنَّهَا غَيْرُ مُوَقَّتَةٍ بِوَقْتٍ. Çünkü onun belgilengen bir vakti yok. Kaçan kıysan buldu? Bu kaçan kıysan buldu diyenlik mi? Yani bir mezhebinin ki ömrünün olduğu sünnet muhakkada vacip emas diyenlikin bir delili. Eğer vacip dediğin olsa buna hecge okşaş yani belgilengen bir vakti buldu da demek. Yani şu ömrünün vakti diyen meselede yıl boyu kıysı bulunur. Hatta hac aylardı mı, eşrul hacdı mı kıysı bulunur. İmam Bukhari senedler var ki hadiste enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem i'temara 4 umar kullahunna fi zilqa'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 qatim umr qilgan. Bi'sadan keyin 4 qatim umr qilgan. Lekin bi'sadan ilgari jiq qilgan. Hajni qilgan bi'sadan ilgari. Peygamber bo'lgandan keyin 4 qatim umr qilgan. Hajni 1 qatim qilgan. Kulluhunna fi zilqa'da illa allati kanat ma'a hajjatihi. Hajjatul vidoda qilgan umra shu Zulhijjada bo'lgan. Boshqalari Zulqa'dada bo'lgan. Ya, 4 qatimda başka yılda kıldı. Lekin hammasi Zulqa'dada. Faqat hajjatul vidoda bilan shu Zulhijjada bo'lgan. Birisi umra min al-Hudaybiyah fi Zilqa'da ve umra min al-'am al-muqbil fi Zilqa'da ve umra min al-Ja'rana haythu qassama ghanaim Hunayn fi Zilqa'da ve umratun ma hajjatihi. 4 ömrü şu. Buna Hazreti Ayşe ve Enes radıyallahu anh'la rivayet kılan. Lekin aylarning ichida yil bo'yi desak, aylarning ichida Ramazondagi umra alohida fazilatli. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, Buxoriy rivoyati, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam limra'atin min al-ansar ma mana'aki an tahujjina ma'ana. Nima uchun biz bilan hajga bormadingiz? Nima to'salg'i bo'ldi? Deganda hajjatul vidoda gap bu. Shu hajjatul vido ma'nogan chaqda nima uchun biz bilan manmay qaldingiz deb so'rasa, qalat kana lana nadihun farakibahu abu fulan wa ibnu li zawjiha wa ibniha. Bizdan suv toshiydigan 2 tugimiz vardı. Birisini yo'ldashim bilan o'g'lim minib hajga bordi. Wa taraka nadihan nandahu alay. Bir tugini bizning va etizariqni sug'urishga suv toshishga qo'yib qo'ydi. Qala fa idza kana ramadanu اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو ما قال. Resulullah onunla Ramazan kelse siz Ramazan'da ömür kılın. Çünkü Ramazan'daki ömre hac isavada, hac ornunda dedi. Yani bu savapta hacın savabı buldu. Lekin geldiğindeki farz hacını sahip kılmaydı. Bu sahabe ayalının ismini bazılar Ummu Sinan, bazılar Ummu Ma'qil deb bakka. Yani bu şu hadis Ramazan ayidimi ömür qilsa bo'lganligini, Ramazan ayida ömür qilsa haj savobi bo'lganligini ko'rsatdi. Ömürde bo'lgan vaqtlar shu hajga bilan o'xshashmi chiqsa? Qanday? Hajdan farz qilgan vaqtlar shu ömürdan birlikda yo'l qo'yilgan. Sunnat desek, shu rasululloh shu ya hajdanki kerak bo'lish kerak. Shu
Çünkü Resulullah mesela Hudeybiye jildin tartib ömrüge mangan dese, hac şu hicretning 9-yılıma şu çağda farz kılındı. Hacetulda. Şu hac farz kılınışdan burun bir neçe qitim umra qildi degan gap chiqadi shu. Undagi haj farz qilingan ekan, hajjatulda ham umra ham farz qildi. Umra qilish burunda batdi. Qala wa tukrahu yawmay arafata wan nahri wa ayyam at-tashriq. Va bo'lish kerak qo'shimni. Yani bir nusxada bormi? Bizning kitobda va chiqib qoldi. Va ayyam at-tashriq deymiz. Bo'lmasa ayyam tashriq yom arafa bilan nahrga badal bo'lib qoldi. Hanifi mazhabning qarshida yil bo'yi joiz umra, lekin mush 5 kun ichida makruh. Karaha tahrimiya. Karaha mutlaq kelsa Hanifi mazhabda tahrimiyani ko'rsatdi g'oliban. Manqulun an Aisha radhiyallohu anha. Bu Hazrat Aisha radhiyallohu anhadan keldi. Şu 5 gününü çıkarıp öteş, yani makruh diyeş. Enbiya'da vecil istirlar nima? وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ سِمَاعٌ مِنَ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sahabeden kelgen, bir de ictihat dairesi emas. Mesela bunun hükmü Resulullah degan hadisga o'xshash. El-mawquf lahu hukmul marfu' fima la ijtihada fihi. Yani tawqifi deymiz. Çoğum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlık açıkı deydi bu şuna. Bo'lmasa o'zining kallasi bo'yicha deyolmaydi. Nolanikan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 kundan boshqa kunda umra qilishlar deganlik mazmun kelgan deymiz. وَلِأَنَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بَاقِي أَفْعَالِ الْحَجِّ. Çünkü hajga kelgan kishining 5 kunda haj faoliyatlarining boshqa nurg'un ishlari gadindi bor, qilish kerak. طواف الإفاضة، الذبح، رمي الجمار، المبيت بمزدلفة مش إشلابا. فلو اشتغل بالعمرة الأمر لما مشغول القاسم كلها وربما اشتغل عنها هج فعالياتنا قلما يقلش ممكن مشغول فتفوت وقلدن كتف قلش ممكن ولو أداها فيها جاز مع الكراهة. لكن شو كلها أمر قاسيو مكروه لقلن أمر سي حساب بلدون. خد بهذا القياس كصلاة التطوع في الأوقات الخمسة المكروهة. أي نماز أقوش مكروه دب قرالغان 5 وقتا أقوان نماز أوخشاش. نماز بلده. لكن ما وقت موافق وقت طلب مغلقون وشن günah olduğunu neymiş? Yani bir demek çoğuna mişen mekruhluk ömrünün özünü kıyası bulmaydı diyelikten emas. Vaktin doğru ödüllenmeyi kıldın. Bu vakit asla unutun mu mühim olan başka çoğun faaliyetini kılışkı doğrulanan vakitte. Bu bozuma aşı vaktine Allah'ıydı da paraştı ibaret. Kudu mesela la salata ba'dal fecri illa rek'atayil fecr dese bu aşı vaktinin mühim Allah'ıydı da paralığını gösterdi. Bu vakitte sen bu bandatının şikirket sünnetinin başka nefli okumaysa nefli okusan nefli namaz buldu. Lekin bu vakit aşında bir Allah'ıydı vakti olan iken bu vakitin şikirket sünnetinden okuşa khas kılıp koygan. Bunun başka namazını tutusun dilge vakti. Ama haj meselesi mi? Ajunda çoğun faaliyetli bulduğum bu ağaçta hajga münasebetlik ömür tutusun diyenlik bir ahval var. Bundan bu başka bir sebepten makruh tahriman deyilgan bu ağaçta bunu qilib qolsa baş ish o'zi hisob bo'ldi, umr bo'ldi. Va shundaqlandi buningdan nima chiqdi? Bunda bir tarafdan qilsak, agar o'sha haj ishlarini qilmaydigan odam bo'lsa, haj emas, bu Makkada yuradigan, masalan, hajga chiqmagan odam bo'lib qolsa, shu chaqda umr qilsa bo'ldi degan gap chiqdi. Yani ba'zilar deyishi mumkin unda hajga hammadan chiqdi, ayram xali qoladi bizga, o'ngish qoladi. Biz o'sha Hajarul Aswadni so'yab, yayrab tavob qilib olamiz deb bunda bir umra qila olishi mumkin. Yani bu yıl boyida 5 kundan başka vaqtda umr qilsam bo'ladi. Shu 5 kunda umr qilsam hisob lekin gunohkor bo'lsa dedi. Hanifi mazhabda. Hazrat Aishadan kelgan rivoyat, buni Imom Bayhaqi rivoyat qilgan.
عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت حلت العمرة في السنة كلها إلا 4 أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك. Hazreti Ayşe'nin 4 gün bekledim rivayette. 4 günden başka çağlar yıl boyu ömür kılış halal. Ömür kılış halal dedi bana. Hani bu özümden makruh tahriman degandan müşahede kelgan. Onun başkında ömür kılış haram endik mevzu. İbn Abbas radıyallahu anh'ın keldi. 5 günde 5 ayyam yevm Arafa ve yevmen nahr ve 3 ayyam at-teşrik. يعتمر قبلها وبعدها ما شئته. من سعيد المنصور Sunan degan kitobida rivoyat qilgan. Yani Atadimmo shunda kelgan. Imom O'zai Atadimmo shunda rivoyat qilgan. Tavustimmo ida zahabat ayyam at-tashriq fa'tamir ma shi'ta deb kelgan. Buni Imom Ibn Abdul Bar al-Istizkar degan kitobida rivoyat qilgan. Nahotki shu Hazrat Aisha, Ibn Abbas, Ata, Tavuslardan, seleflerimizden şuna geldi. Hani bir mazhab şunu dayandı. Bu kitapta aslında tahriş kılan ve Hazreti Ayşe'nin bunu tahriş kılmaktı. Aslında tahriş kılış lazım. Peki hani bir mazhabda İmam Ebu Yusuf'tan bazı kitaplarda mesela Bahr-ı-Ra'iq ve başka kitaplarda İmam Ebu Yusuf'tan şu Arafat gününün sıfatından başka bir rivayet gelgan. Zahir rivayetin başka bir rivayet. Arafat günü tushdan burun umra qilib qolsa makruh emas. Chunki Arafatda turish vaqti tushdan keyindan dab turgan bo'lg'achqa tushdan burun qiz taqashmaydi-ku. Imom Malik haji uchun mush 4 kunda umra qilish makruh. 4 kun yawman nahr va ayyamut tashriq. Mush 4 kun Arafat günü emas. Yani ayyamut tashriq degani 3 kun demakchi. Eydin 2, 3, 4 günü. Eydin 1 günün daha 4 gün, 4 günde ömür kılıç makruh. Ve la yukrahu zalika li gayril hac. Hacilden başka makruh emas. Hacı çıkmaydı adam bolsa ömür kılıvası buldu. Nima tosalığı var? Bunu to'g'ri. Yani bu mazhabdan olsa udul chiqdi ma. İmam Şafii ya'tamiru fi ayyi vaqtin sha'a min as-sana. Hay 5 kundan o'chadimi? Ömür kılıvası buldu, chataq yo'qdi. Yani müşahede bir mesele var. Kitapta bayan kılmadı. Ama kitaptaki mazmunu şunu gösteriyor. Bir kıtım sefer kılıp, Suudi Arabistan'a bağlandık ki, Mekke'ye bağlandık ki, ne çıkıtım tekrar ömür kılıvasan bulamdı. Bizden hacılık köp kılıdın. Çünkü bu mühim mesele. Hazır hacı ömrü böyle şunda teslişip gidivatkan bir vakta, şunda ben bir cephada bağlan çağda, cep ömür kılıvasan buludu. Bunun bir şeklim yok. Peki kitapta bayan kılmadı, kitaptaki yıl boyu buldu degene şunu gösterdi. Yıl boyu sen Mekke bir katım bağında 10 katım ömür kılıp olamsa, qanday qilsang buldu degan mazmun chiqdi. Hani bir mazhab, Şafii mazhab, İmam Ahmed'in bir qarash, İshaq ibn Rahowiydin kelgan qarashdan, Maliki mazhabının bir qarashida mesela Mutarriflan ibn al-Mawaz Maliki, mush jumhurlar min as-salaf vel xalaf bir qatım safarda neç qatım tekrar ömür kılıp olsang buludu, jaiz deydi. Hem mustahab deydi. Mustahab deydi. İmam İbn Abdul Bar al-Istizkar degan kitobida الجمهور من الحنفية والشافعية من السلف والخلف على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة لأنه عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه بلا دليل ولا دليل يمنع منه بل الدليل يدل عليه. يقول الله تعالى وافعلوا الخير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. Yani şu ömrünün ki bir yılda ne çıkıdın tekrar kez buludu diyen qarash Hazreti Ali'den, İbn Ömer'den, İbn Abbas'dan, Hazreti Ayşe'den ve Enes radıyallahu anhulardan kelgan. Tabi'inlardan Al-Qasim, Sa'id ibn Musayyib, Ata ve başkalarından kelgan. Bundan keyin jumhurning qarshida, ya'ni bu mazhabning shu jumhur bilan birga bir qatimliq safarda yoki bir oyning ichida tekrar umr qilib olsa mustahab. Maliki mazhabdagi mashhur qarashda bir yilning ichida 2 qatim umr qilsa makruh. Bu hajga qiyos qilinadi. Bir yilda bir qatim haj qilish va 2 qatim haj qilish yo'q. Bundan umrimiz shunday dedi. Maliki mazhabning mashhur qarashi. Lekin Maliki mazhabdan Mutarrif va Ibn al-Mawazlar jumhur bilan birga mustahab deb qaraydi. İmam Ibn Abdul Bar Sizgar degan kitobda shuni tarjih qilgandek bayon qilgan. Yani İmam Ahmed'ning kelgan bir rivoyat shunda.
Masalan, Madina Jamiaslarida basqan Masail Imam Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj. Bu Ishaq ibn Mansur Imam Ahmad va Ishaq ibn Rahoildan masala so'rab, so'g'an masalani to'plab bir kitob qilgan. Shuni Jamiaslarida basqan. Şu kitapta Ishaq ibn Mansur deydi, "Qultu ya'tamiru ar-rajulu fi ash-shahri kama sha." Bir kishi bir oy ichida xohlagancha umr qilib bo'lamdi deb so'rasam, qala, ya'ni Imom Ahmad dedi, "Ma imkanahu." Qilolgancha qilib bo'ldi. Laysa laha vaqtun ka vaqtil hajj. Uning hajga o'xshash bekitilgan vaqti yo'q. Yil bo'yi xohlagancha qilib bo'ldi. Qala Ishaq kama qala. Ishaq ibn Rahoy demoqchi. Ishaq ibn Rahoy Imom Ahmad degandek dedi. Lekin u dedi, illa annahu ya'tamiru fi kulli shahrin afdal. Lekin har oyda bir qatam qilgan yaxshi, afzali. Likay yajma'al ixtilaf, xurujan min al-xilaf demoqchi. Ba'zi ulamolar bir oydan aqal birini qilsa, ikkilar oyda birini qilsa, bir oyda ikkini qila olmaydi deydiganlar bo'lg'achqa ba'zi tabiinlardan. Shu mushkilotga duchor bo'lmaslik uchun har oyda birdan unday qilsa afzal. Lekin bir oyda 10 qatam qilsa joiz dedi. Va yakunu amkana lil-halq. Ya'ni chach shutsa afzal va umrda. Her ayda bir qatam qilsa chashni tushitalaydi. Bo'lmasa 2 kunda bir umr qilsa tushitgan bir narsa yo'q. Lekin Imom Ahmad bilan Imom Ishaq ibn Rahoy qancha qilib olsam bo'ldi deb qaradi. Bu Imom Ahmadga kelgan bir rivoyat. Lekin Imom Ahmaddan kelgan yana bir rivoyatda takror qilishga bo'ladi, lekin oqaqidan qilishga bo'lmaydi. Oqaqidan qilsam bo'lmaydi, takror qilsam bo'ldi. Ya'ni sal araliq qilsa 4-5 kunda bir, 4-5 kunda bir degandek bundan. Lekin marvayatda aqaqdan qilsam bo'ldi degan gap chiqdi. İmam İbn Abdülbar İstikar degan kitobda Sa'id ibn Musayyib qala i'tamarat Aisha fi sanatin 3 marrat. Marra min al-Juhfa, marra min at-Tan'im ve marra min Zil-Hulayfa. İbn Umar'dan ennehu i'tamara fi amil qital marratayn. Abdullah ibn Zubayr radhiyallahu anhuma o'zi xalifada e'lon qilgan chog'da Umayyadning qo'shinlari kelib Aramni muhosir qilib urishdi-ku. Shu chog'da har kuni bir umr qilgan deb kelgan. Sadaqa anil Qasim qala farratat Aisha fil hajj fa'tamarat tilka as-sanati miraran 3. Hazrat Aisha bir qatam hajni qo'ldan bir qo'yib, hajga bormay 3 qatam umr qilgan. Qala sadaqa an Qasim shuni so'zlab berganki, bu rivoyatdan sadaqa Qasimga debdi. Ankara alayha ahad. Hazrat Aishaga bu ishimiz bo'lmadi deb birisi tanqid qilgan ahol bormi, aybligan ahol bormi deb so'rasa, qala subhanalloh ala ummul mu'minin. Al-Qasim ibn Muhammad ayran qilib, subhanalloh, mu'minlarning onasini o'zi to'g'ri qilmabsizlar, aybladigan chiqamdi. Ana shu kitobdagi ashad ismi Tabi'u baynal hajj wal umra degan ashad ismi shuni ko'rsatdi. Ana aqaqadan masalan, necha qatam umr qilsam bo'ldi degan mazmun chiqadi shu. Yani Hazreti Aishadan keldi annaha i'tamarat fi shahrin marratayn bi amri an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu kana ya'tamiru fi kulli yawmin min ayyam ibn Zubayr. Bunu İmam Şafii ve Beyhaqi sanadlar rivoyat qilgan vaqaliklar. Ana Hanbali mazhabdagi bir qarashda bular takrar umr qilsam bo'ladi. Lekin aqaqdan qilsam bo'lmaydi deb shuni to'sab qo'ydi. Hem salaflarda shunday qilgan, salafga ergashmasak bo'lmaydi deb ashundaroq bir qarashni o'tirib. Hozir Saudiya Arabiston ulamolarimi ashundaroq deydi. Jib umr qilsang bo'lmaydi, bir xatmi umr qilsa qolgancha tavob qilsa degan shu da'vo bor. Lekin bu ham salaflardan kelgan degan bayatning rivoyat qilgan shu ham salafning rivoyatiga Hazrat Aisha, Ibn Abbas, Ibn Umar va boshqa tabiinlardan kelgan salaflar. Şu salaflardan unda hammasi bir xil unda kelmagan, salaflardan shunda takrar umr qilganlar bor deymiz. Bularda takrar qilsang bo'ladi, lekin aqaqdan qilishga dalil kelmagan deb turibdi. Bu hamda dalilsiz tahakkumdan iborat. Yani salaflarda aqaqdan qilsang bo'lmaydi degan shunda bir xillam rivoyat kelgan bo'lsa bunday emas. Biz bayon qilgan rivoyatlarimiz shuni ko'rsatdi. Rasulullah ba'zida joizlikni ko'rsatishni afzalini qilmagan ahvoli bor. Endi shu Hazrat Aishaning qilganlari Rasulullah qutulgan va ko'rsatgan va o'rgatgan ishlar deb tushunamiz.
Hazreti Ayşe 3 qatim umra qildi. Rasululloh shuni hukmini Rasulullohning bilib qilgan. Ammo Rasululloh bunda qilganmi desa, Rasululloh bir yil ichida ba'zi ishni qilgan bo'ldi lekin unda oxirni jiqilmagan. Rasululloh u yerda oxirni jiqildiganmi Makkada turib boqmagan. O'sha islomiyatdan keyin Madinaga hijrat qildi. Burun mesela Makkadagi jahiliyat vaqtida bo'lsin, islomiyatdan keyin bo'lsin, umra, hajni qilib kelgan. Lekin islomiyatdan keyin bir qatim haj qildi. Keyin Madinaga hijrat qildi. Madinada 10 yil turdimi? 10 yil turgan chaqda Makka fath qilishga bir keldi, Hudaybiyaga bir keldi, undan keyin Hajjatul Vado keldi. Lekin kelgan vaqtida ya 3 kun turdi, ya 2 kun turdi, turib ketgan. U Makkada biz hozir borganda hozirlik 20 kun turib, bir oy turib, bunda xilofat yo'q. Deganda Rasulullohning ashunda qilmaganligi qilsam bo'lmaydi degan bir dalil bo'lmaydi. Mana bir masala. Ya'ni Rasulullohning oqidan shunda takrar umra qilmadi, qilganligi naql qilinmadi deganlik bu dalil emas. Dalil naql qilinmadi deymiz. Ya'ni cheklaydigan dalil naql qilinmadi deymiz. Ya aslul ibaha va ashu tabi'u baynal hajj wal umra degandek hadislar ashi asl. Ayet. Aqaqdan endi jiq qilsang, ulab qilsang savobli degan asl. Yani bunun aksida aqaqdan ulab, bunda orliq qo'yib qilsang o'tdi deydigan alayda dalil kimsa Rasulullohdan bu ashuna qiz bo'lganligini ko'rsatdi. Siz o'zingiz shu bir umr qilsin ko'rsatib bergan hajdan umrni o'qtirsin qiladi desa. Esa keyingisi umrni orqaga qolsa hajdan umrimiz umrlar o'qamoqda. Shu umrni o'za al-umratu lil-umra kaffaratun lima baynahuma da baliskalda shundimi? Tabi'u baynal hajj wal umra degan u haj bilan umrning kirdi. Al-ash tabi'u baynal hajj wal umra deganmi? Ashu qanday tushunmas? Al-umratu lil-umra kaffara lima baynahuma ashuna kelib turib, tabi'u baynal hajj wal umra degan hajdan keyin bir haj qilsangmi? Hajdan keyin umra, umrdan keyin umra, umrdan keyin haj, bunda qilsangmi shu mutabash. Nahayat aqaqdan bunda ziyoratul bayt qilsan, bu ashunda fazilatga sig'inmaydi. Deganda as-salafdan kelgan rivoyatda biz bayon qilgan rivoyatlar. Jildi 3 qatim qilgan, qachonda qilsang ixtiyoring degan uni deymiz. Bu salafga ergashmanda. Mana masalan. Bu so'darimizdagi ulamolarning ba'zi masala tutgan pozitsiyasi bir xil bo'lilishi iborat. Salaflardan bunday, salaflar qanday qilgan? Xohlagancha qilsang bo'ladi, 3 qatim qilsang, 4 qatim qilsang, takrar qilsang bo'ladi degan bu. Shuning uchun biz uni taraytimiz. Hatta mesela İmam Ibn Taymiyye'da Mekke'lik umr qilish yo'q. Mekke'dan chiqib umr qilish yo'q. Mana g'alati bir gap. Ash nususning hammasi Mekke'lik olsun, sirtlik olsun, hammasi umuman. Mekke'lik nusus umr qilmaydi. Umr qiladi. İmam Ibn Taymiyye bo'lmaydi turib. Hatta bid'at deb turilishi mumkin. Mekke'likni umr qilishi bid'at. Undan keyin shu sirtdan kelgan takrar umr qilaydi, qanday qilish Mekke'dan chiqib kirdi. Xuddi shu Mekka turayotgan adam bu shu bid'at degan bir taqdir. Ma bir g'alati ahvolani. Hazrat Ayşe ejda bo'lganlik uchun mahында bir sabab bo'lsin. Rasululloh Mekke'dan Tan'imga chiqarib umr qildirdi. Biz salaflardan boshqa rivoyat var. Masalan, kunna ma'ana ibn Malik bi Makka, fa kana idha hammama ra'sahu kharaja fa'tamar. Qachon qayda qilsam umrga chiqgan. Buni Imom Shafiy Musnadda, Bayhaqi Sunan Kubra rivoyat qilgan. Ibn Abi Shayba an Husayn sa'altu Sa'id ibn Musayyab an al-umra ba'da al-hajj bi 6 ayyam فقال اعتمر إن شئت وعن طاووس إذا مضت أيام التشريق فاعتمر ما شئت وعن عكرمة قال اعتمر ما أمكنك. Bu seleflama asma. Bu seleflama lazım bo'lgan chaqda, qachda seleflamanda deganda bizga yoqmaydiganroq gap bo'lib qolsa, buni gapini bizga qarab qo'ysak, bu insof bo'lmaydi. Shundan mushu masalada takrar umra bir qatimlik safarda shu aqamat umr qilib bulg'ash bu. Ba'zi ulamolar deyish mumkin. Sen umri qilgandin Makkadik chaqda, umrga Tan'imga hil doiraga chiqib, bu yerda ihrom bog'lab chirib, bunda qilib yurgandan, sen topni jiq qilib ol. Bu afzal deyish mumkin. Bu mayli. Afzallikdan tavob afzal deyish mumkin. Ma'qul tavob qilsin. Lekin birisi ixtiyor qilib olsa, men umri qilib olay. Yoki o'lib ketgan shu atamga, ustozimga ya kilamgan birisiga pasportdan qilinmagan birisiga umr qilib qo'yay desa, nima to'sal bo'ladi, nima ish qilib bidat bo'ladi bu?
قال ويقطع التلبية في أول الطواف. Ömrü kelgen kişi talbiyat olab kelip tavafni şu başlagan çağdan talbiyani to'xtatdi. Lekin haj kelgan chaqda tash etishni boshlagan chaqdan to'xtatdi. Bu haj bilan umrninki o'rtadagi farq. لأنه صلى الله عليه وسلم قطعها لما استلم الحجر. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hajar-ul Asvad shunda tutgan yoki ishorat qilgan vaqtida talbiyani to'xtatgan. Hadisda يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر كل ذلك يلبي حتى يستلم الحجر. Yani bir hadisda يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر deb kelgan. Yana ömrüge münasebetlik ömrü kelgan kishi mu'tamir tavaflarda qılamdı qılmamdı degan masalani biz o'tgangi darsda bayon qilgan. Bunda ulamolar o'tirdi ixtilof bor. Cumhur ulamolar ömrü kelgan kishi tavaflarda qilish vojib emas degan qilsa yaxshi deb qaradi. Yani bu mazhabdan Al-Hasan ibn Ziyad tavaflarda ömrü kelgan kishiga o'xshashlar vojib, hajga o'xshashlardir. Ve şu kelgen delillerni biz bayon qildik. Bu deliller şu ömrde tavaflarda vacib deganni ko'rsatdi. Shu tarafdan ig'ir bo'lsin. Ef'al fi umratika ma fa'alta fi hajjatik degan rivoyatlar. Yana mush baytdan kimki ketmoqchi bo'lsa oxir ahdihi bit tavof bo'lsin degan umum hadislar shuni ko'rsatdi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شنو يا الباما؟ Şu tudu. Çünkü o çağda kıskartısı yanım yok. Eğer kıskartıp yani kıskarttıdak neksanda çaç olsa şu tiş evzel kıskartış yani caiz diyen top. Eğer şu tutup bağlan olsa birinci ömürde, ikinci ömürde yani şu tutuş. Tığını sürtüp azrak buna çıkışı mümkün. Eğer çıkmadan takdirde şu muğusuna üstüge süretkendek buldu. Meyli kıskarap kessin. Hazır o hac ömrü ibadet düşünemez, ayarlı özü kesip kıskartı oturuyor. Hayır, mutla bulup kalmaydıgan şekilde, erlerge okşap kalmaydıgan şekilde şu dereceki bağış kıskartı buldu. Erlerge okşap kaldıgan bolsa, bu teşebbüh bir rical dairesinin şeklinde. Yani bütünle şu tutup kalsa, bu mutla bulduğunluk cihatten ve irigi setkörden kalınlık cihatten şeklinde. Çünkü bu zinnet doğallıktan ayarlarga halq vacib olmagan. Buldu. Pulanmay. Hazır yaxshi o moda chiqmadi. Umr badal. Buni lekin magandan olib qolsam da tijoratchilar umr badal degan bir tijoratni chiqarishi mumkin. Ashay bidikli va bu haj badal deb bu mashruga chiqqan. Buni tijorat qilib jiqiltib qilgan. Umr badal degan gapni shunda xayol kelib qolsa, buni tashviq qilib axirni yanchiqdan nurg'un pulni so'rab oldi. Qurbonlikni o'zi qilgan tabiiy muqim turib uni berib bo'lgan bu avvaldan tasavvurda ishonchli bo'lmay qolsa uni qaytib berish keladimi shu bilaveramiz. Endi shu hajga shunda jiq badalini to'lab shunda chiqimni qilib japoni tatib borgan ekan bu odamning ash pulni so'qib ketganlik azroq shaklab qolsa qayta shu joyga berish lozim. Bo'lmasa butunmush japa, butunmush chiqimni bakar bekor qilitish xavfiga tavakkul qilsak bo'lmaydi. Bu ko'pincha o shaxsiy yig'ilganlar qo'ymish bo'ldi. Ba'zanda jami islomdagi ba'zi o'quvchi bolalar, shariy ba'zi ishlaydigan kishilar ham bundan nechalarni yig'ib, hojilni yig'ib ash bankiga o'tkazib beray. Bu ash pul o'tkazgan topolmay japa tatib qolmasin deb ashna ishni qilib qo'yganlar bor. Ammo endi qo'ymichiligimiz yo'q. Şu eşen tapbalığı adam bolsa özü birip kamağı tapşırışı bo'lmasa, beklam işeniz qildigan adam bolsa, uni bas u yig'ib joyiga yetkazsin bo'ldi.